Assalomu alaykum hammaga. Bugun chorshanba bepul analiz kuni va menga direktimda 300 tadan ko'proq odam mani profilimni razbor qilib bering deb yozishdi. Bugun sizlar bilan Dilrabo pardalari profillarini razbor qilib beraman va mana shu yerdagi kamchiliklarni, xatolarni ko'rib, o'zingiznikini tuzatib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib biznes uchun tanlangan logotipdan boshlaymiz. Logotipni original rasmini mana sizga chiqazib qo'ydim. Rangini tushunishga harakat qilib ko'ring. Endi xato va kamchiliklarni mana shu yerda qilamiz. Dilrabo pardalari hech qachon mana bunaqa mayda yozuvda zamonaviy dizaynlar degan narsani kirgizmang. Nimaga? Bu baribir Instagram profilingizda ko'rinmaydi. Juda ham bir xunuk tarzda turadi va ertaga siz buni bannerlarda chiqarayotgan paytingizda ham juda ham kichkina va ko'rimsiz holatda qolib ketadi. Bu birinchi xato. Ikkinchisi, bunaqa rangdagi logotiplar deyarli umuman ko'zga ko'rinmaydi. Siz salgina buni ochroq, ozgina bir boshqacha tonini yashilni ishlatsangiz bo'ladi, lekin bu juda ham to'q rang va bu rang ancha oldin modadan ham qolgan. Bu rangni umuman ishlatmasligingizni tavsiya qilardim. Keyingisi esa bu уже logotip hisobida emas, professional logotip hisoblanmaydi. Professional logotiplar doimiy ravishda minimalizm bilan ishlanadi. Mana bu yerdagi yulduzchalar, bijir-bijir ornamentlar bu pardani emas, qanaqadir bir naqqoshlik kasbini tushuntirayotganga o'xshaydi. Logotip bo'yicha katta xatolar qilgansiz. Bu xatolarni tuzatishingiz kerak va logotipingizni rangini ham almashtirishingizni maslahat bergan bo'lardim. Endi siz bilan shapka profilli xatolarini ko'rib chiqamiz. Dilrabo pardalari deb mana bizda nickname yozilgan, mana shu nickname. Endi qarang, xatoni qayerdaligini sizga ko'rsataman. Dilrabo pardalari deb yozilgan joyida ikkita mana bunaqa chiziqcha qo'yganlar. Odamlar ikkita chiziqcha qo'yishi bilmaydi, imkon bo'lsa buni qo'shib yozishi harakatini qilganingiz yaxshi. Ikkinchi xato bu yerda avatarda logotip xato ekanligi. Bu ikkinchi xato hisoblanadi. Buni albatta o'zgartirib qo'ying. Endi birinchi qatorga o'tsak, istalgan murakkablikda trenddagi premium klass pardalarni tikamiz va o'rgatamiz debdilar. Birinchi qatorga bu siz kim ekanligingizni yozib qo'yishingiz kerak edi. Birinchi qatorda ham katta xato bor. Ya'ni istagan murakkablikdagi trenddagi premium pardalarni tikamiz emas. Dilrabo pardalari necha yillik tajribaga ega, balki siz 10 yillik tajribaga egadirsiz. Tajriba. Masalan, tikuvchi parda bo'yicha mutaxassisdirsiz, uni yozib qo'yish kerak edi. Ikkinchi qatorga siz insonlarga nima berishingizni yozishingiz kerak. Siz bu yerda har bir mijozga individual yondashuv deyapsiz. Xato bu yerda individual yondashuv demaysiz. Siz uyingizga mana bu joyi davom ettirsangiz bo'ladi. Trenddagi premium klass pardalarni tez va oson qisqa muddatda tikib beramiz deb ikkinchi qatorga yozib qo'yishingiz kerak edi. Ikkinchi qator ham xato bo'lgan. Uchinchisi, 200 dan ziyod mamnun shogirdlar deb yozgansiz. Dilrabo opa, xatoni yana kattasini 3-qatorda qilyapsiz. Siz parda tikaman deyapsiz-da. Boshida, birinchi qatorda, ikkinchi qatorda, uchinchisida shogird haqida gapiryapsiz. Siz pardalar haqida akkaunt ochdingizmi? Pardalar bo'yicha nechta mamnun mijozingiz borligini, ya'ni mijozlar to'g'risida bu yerda yozishingiz kerak edi. Mijoz to'g'risida yozishingiz kerak edi. Shapka profilni hamma qatorida xato bor. Mana shu xatolarni to'g'rilamagunizcha, ya'ni maqsadli mijoz yo'lini to'g'ri qo'ymagunizgacha sotuv shu yerda o'zida ham to'xtaydi. Siz bilan rasmli postlarni xato va kamchiliklarini endi tahlil qilamiz. Videolarni alohida tahlil qilamiz. Xo'p, demak, mana bu yerda rasmli post qo'yilgan. Pardani rasmi juda ham chiroyli, ishlaringizga gap yo'q, mukammal mutaxassisligingiz tikkan pardalaringizdan ko'rinib turibdi, lekin Ramazon munosabati bilan har qanday modeldagi pardalarni 50% chegirmada tikib beramiz degansiz. Buni o'qib bo'lmayapti, zo'rg'a o'qisa bo'ladi. Shrifti xato, tagida yozilgan foni xato va rasmli postda bunaqa narsa yozib bo'lmaydi. Bu yerda xato qilgansiz. Shuning uchun ham sizda bor yo'g'i
6 dona like bo'lyapti. Sababini shu yerdan tushunsangiz bo'ladi. Keyingisi yana bitta parda. Rasmli post bu ham, qarang. Har kim o'sishga qodir deb yozgansiz. Parda osishgami yoki o'sishgami, uni tushunmayapman men. Bitta men tushunmayapmanmi, sizning mijozlaringiz ham tushunmasligi tabiiy. Demak, bu yerda juda ham imloviy xatolarni ko'paytirib tashlagansiz. Keyin xalqimizda bir ajoyib maqol bor. O'g'lingni o'qitib o'zingga yaxshi qilibsan, qizingni o'qitib ummatga degan gaplarni yozgansiz. Men qanaqadir motivatsiya bermoqchisiz deb tushundim bundan. Endi qarang, xato qayerda bo'lyapti? O'zi insonlar tekst deyarli o'qishmaydi. Biz o'shaning uchun ham ko'proq uklonni reels videolarga beramiz. Tekstlar, postlar, rasmli albatta qo'yamiz, offerlarini kuchli beramiz. Ya'ni qisqa, lo'nda va manziliga yetib boruvchi tekst beramiz. Ikki og'iz. Uzoqdan motivatsiya bilan qizingizni o'qitishingiz kerak, xalqimizda bir gap bor deb olib kelyapsizmi? Tekstlaringiz oxirigacha o'qilmaydi. Esingizdan chiqmasin buni. Yana uni ustiga eng katta xato bu imloviy xatolar to'lib ketgan. Yana bitta sizga xato haqida aytaman. Postlar butunlay lotin alifbosida yozilgan, lotin, mana. Shapka profilimiz esa kiril alifbosida qilingan. Bunaqa xatoni hech qachon qilmang. Agar siz shapka profilni kirilda yurityapsizmi, profilingizni ham albatta kirilchada yurg'izing. Agar lotinchada yurg'izyapsizmi, shapka profilingizni lotinchaga almashtirib qo'ying. Bu ham juda ham katta xato hisoblanadi. Keyingisi, uyingizni eng trenddagi pardalar bilan bezashni istaysizmi deb yozgansiz. Qarang, Dilrabo opa, 20 yillik tajribangiz bor ekan. Buni siz 20 yillik tajriba deb shapka profilga kirgizishingiz kerak edi. Mana men bitta qancha stajingiz borligini yozing degan joyimga yetishingiz kerak edi. Siz hech kim o'qimaydigan tekstda yozyapsiz bu narsani. Keyingisi, dizayner Dilrabo pardalari brendi asoschisi Dilrabo Kamilovna. Sizlarga eng zamonaviy premium pardalar, korolevskiy dasturxon, stol-stulchi hollari tikish xizmatlarini taklif qilamiz. Uyingizni sizning dizayningiz bilan birgalikda boyitamiz degansiz. Shu joyda bitta pardani rasmi turibdi. Siz buni karuselni post qilganingizda, har bitta postingizda alohida dasturxon haqida ma'lumot, alohida parda haqida ma'lumot, alohida pokrival haqida ma'lumot berganingizda va rasmlar bilan keltirganingizda ancha-muncha maqsadga muvofiq ish bo'lgan bo'lardi. Endi sizni videolaringiz ustida birozgina to'xtalmoqchiman. Pinterestdan olingan videoga o'xshaydi. Bu yerda orzularingdan voz kechma, voz kechish haqida o'ylama deyapsiz. Ha, bu sizni o'zingizni motivatsion shaxsiyatingizga tegishli gap. Buni tushundim. Keyingisi, o'zbeklar dizaynni qanday tanlaydi degan video qilgan ekansiz va mana shu videoda birozgina mana bu chetidagi qoralarida ozgina muammo bor. Nimaga? Siz dizaynlarni krupniroq, yarkiroq qilib berganingizda undan ham chiroyli bo'lardi. Keyingisi, zakaz uchun degansizda video qo'ygansiz. Musiqa yozgansiz. Bu qanaqa materialdan qilingani, qatga to'g'ri kelishi, spalnigami, bolalar xonasigami, mehmonxonagami, koridorgami, xollgami qatga to'g'ri kelishi va aynan qaysi uslubni sevuvchilar uchun tikkaningizni va zakaz uchun sizga murojaat qilish kerakligini azvuchka qilib aytganingizda sizda nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Ko'rib turibsiz, videolarida juda ham ko'p kamchiliklar va xatoliklar bor. Profillardagi kamchilik va xatoliklarni ham ko'rsatdim. Meni obunachilarimning juda ko'p qismi mana shu xatolarni takrorlagani uchun 7 kunlik, bir haftalik sotuv marafonini ishlab chiqib, mana shu hamma xatoliklarga javob bo'luvchi va sizda Instagramda sotuv qilishingizga yordam beruvchi ma'lumotlarni bitta marafonga yiqqanman. Bugun oxirgi kuni. Marafonga yozilishga, chiroyli narxda yozilishga ulguring. Biz ertaga birinchi darslarni boshlaymiz. Instagramdan sotuv qilmoqchimisiz? Sizga albatta sotuv marafoni kerak bo'ladi. Chunki sizga faqat hozir kamchiliklarni ko'rsatdim va bu kamchiliklarni to'g'rilab, qanday qilib sotuv qilish mumkinligini 7 kunlik marafonimda o'rgataman. Marafonda men bilan bemalol aloqa qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Uyga vazifalaringizni ham shaxsan o'zim tekshiraman. Sizda 7-kuni primoy efirda istagan savollaringizni berish va men bilan javob topish va blogingizni rivojlantirish imkoniyatingiz bo'ladi. Sizga silka qoldirdim.
marafonni darslari ertaga boshlanadi. Bugun yozilishga ulguring.